Qirg'iziston O'sh shahri Ulug'ota semenlik kafelarida oldiga tushgan ushbu domimiz, ya'ni Askar Shakirov ko'chasi 149 da joylashgan domimizni 8-qavat, ya'ni bir xonali kvartiramiz bugun sotuvda. Bu domni ko'ryapsizlar, taylarida uje komersiy. Xudo xolsa bir oy nari bersa bu domimiz remontga topshiriladi ekan do'stlar. Suv, svet, sentralniy kanalizatsiya, ataplayni xullas hamma sharoitlarimiz bor ekan. Do'stlar, endi ichkariga marhamat. Robotdan shunday kirganimizda, ya'ni G blok ekan, mana shu blokdan kiramiz. Bu yerimiz do'stlar, qaranglar, sanimiz bo'lyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda bu yerlarga detskiy plashatkalarimiz bo'ladi va dom juda ham chiroyli, odamlar havas qilsa arziydigan domlardan ekan. Do'stlar, endi bu domimizni 8-qavatiga chiqamiz. Suv, svet, kanalizatsiya deysizlarmi, lift, xullas hamma sharoitlari bor. Bu domda tayinlari komersiy do'stlar. Endi oldimizda kafelar, o'zingizlar bilasizlar, Askar Shakirov ko'chasi Ulug'ota semenlik kafelarga yetmasdan. Bismillah, do'stlar, 8-qavatga chiqdik. Ya'ni 55 u 37 kvadratlik, ya'ni bir xonalik kvartiramizga kirdik. Do'stlar, ko'pchiligida bir xonani izlaysizlar. Xudo xolasa mana zo'r lokatsiyaga tushgan kvartirani topdinglar do'stlar. Puli ham xudo xolasa cho'ntak bob. Inshaalloh. Qo'limiz kira olishimiz bo'lyapti. Kirganimizda chap qo'limizda sanuzulimiz aka. Olib berib qo'ying. Sanuzulimiz bo'ladi. Bu yerda endi misol dush, hojatxonani sig'dirsanglar bo'ladigan holatda kattagina ekan. Endi eshigimiz ro'parasida bitta katta xonamiz bor. Xohlaylar mehmonxona yo bir spalni qilinglar va buni o'ziga yarasha juda ham go'zal stadion deysizlarmi, meriya deysizlarmi, qayer, Akbura, xullas juda ham go'zal manzaraga qarab tushgan ekan. Mashalloh. Mana manzarasilarga do'stlar, zagatlar ko'rinadi. Zo'ra do'stlar, qaranglar. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Endi bu yerdan chiqamiz. Buni oldida yana bitta xonamiz bor. Do'stlar, endi-da misol agar unumli foydalanaman desanglar, do'stlar, narigini bir kichkina qilib detskiy xonani misola bunday bo'lib qo'ysanglar, balkon tomonga qilib. Va bu xonamizni o'zini alohida terrasasi, ya'ni balkonchasi bor ekan. Juda ham go'zal manzaraga qarab tushgan. Qirg'iziston O'sh shahri Askar Shakirov 149 da, ya'ni 8-qavatda joylashgan 55 u 37 kvadratlik bir xonalik kvartiramizda puli keladigan bo'lsak do'stlar, pulini aytishdan oldin mana bu gap semishkalarni sizlar ko'rsatib o'tay. Gap semishkalari. Maza qilib do'stlarim, shorttekkina, xohlasanglar tuz yo'g'idan, iftorlikdan keyin do'stlar uyda maza qilib, oila davrasida oshna-og'aynilar dam olib o'tirganda, mashinada, boshqada qurtoplari bo'ladi mana. Buni katta kichkinasi ham bor mana do'stlar. Xudo xolasa O'sh shahrining hamma do'konlarida sotilyapti do'stlarim. 57 ming dollar kami bor, shoshilinglar. 57 ming dollar kami bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0997 bilan 222 333. Qaytaraman. 997 bilan 222 333. Do'stlar, hammangizga Ramazon oylari muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.